Ming bir hadis. 382 hadis. Habbibullaha ila ibadihi yuhibbakumullah. Bandalarga Allohni yaxshi ko'rsatib qo'yinglar. Shunda Alloh ham sizlarni do'st tutadi. Bu hadislari bilan payg'ambarimiz alayhissalom ayniqsa ulamolar uchun shunday tavsiya qilyaptilarki, Allohni hadeb bunday jazo beradi, bunday jazo beradi deb bandalariga bir qo'rqinchli qilib ko'rsatib qo'ymanglar dedilar. Allohni G'afurur Rahim, Rahmonur Rahim degan sifatlari bor. Bandalariga mehribon ekanligini ham gapirib turingizlar. Shunday qilsalaringiz, bandalariga Allohni yaxshi ko'rsatib qo'ysalaringiz, sizlarni ham Alloh taolo yaxshi ko'radi, do'st tutadi dedilar. Ming bir hadis.